Shahzoda, hozirgi vaqtda eng trendda bo'layotgan soch bo'yash uslublari qaysilar? Sanab bering. Hozirgi kunda juda trend bo'lgan soch bo'yoqlari, airtouch, balayage, shatush juda trendda. Ular juda tabiiy effekt beradi. Soch o'ssa ham chiziqlar ko'rinib qolmaydi. Hozirgi vaqtda kuz mavsumida qanday ranglarni tavsiya berasiz? Kuz mavsumida issiq, yumshoq ranglar, ya'ni kapuchino, karamel, medni svetlarni tavsiya qilaman. Shahzoda, Directizga yana bitta savol kelibdi. Sochimni xolodniy rangga bo'yagandim, lekin kundan kunga sochimni rangi ocharib ketyapti. Bu savolga qanaqa tavsiya berasiz? Aha, albatta. Sochingizni bo'yatganingizdan keyin spetsalniy sostavida tuzi bo'lmagan shampunda yuvishingizni tavsiya qilaman. Shahzoda, sizlarning saloninglarda keratin xizmati ham mavjud ekan. Men bir vaqtning o'zida ham keratin, ham pepelniy svetga bo'yatmoqchiman. Nima tavsiya berasiz? Yo'q, albatta, bir vaqtda o'zida bu bo'lmaydi, chunki ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi ishlaydi. Hech bo'lmaganda orada 1 oydan 3 oygacha vaqt o'tishi kerak. Shahzoda, kolorist sifatida amaliyotingizda eng esda qolarli holat qaysi biri bo'lgan? Bir kun bitta klientimiz sochlarini qizilga bo'yatmoqchi bo'lib keldilar va men mutaxassisligimdan kelib chiqqan holda u rang mos tushmasligini aytdim. Va men shunda o'zlariga mos tushadigan soch bo'yoqni qilib berdim. Klientimiz juda ham xursand bo'lib, o'z minnatdorchiklarini bildirib ketdilar. Shahzoda, tajriba olishni istaganlarga nima tavsiya berasiz? Ha, bu soha juda ham tez o'smoqda. Shu sababli men tez orada professional soch bo'yash bo'yicha o'z master klassimni o'tkazaman. Unda men rang nazariyasi, texnikasi va bo'yoqlar bilan to'g'ri ishlanishni real modelda ko'rsatib o'taman. Barchangizni o'z master klassimda kutib qolaman.